ko'pchilik akalarimiz so'ragan motobloklar narxlari va chorva boqadigan akalarimiz uchun bugun drabilkalarimizni va betonomeshalkalarimiz va shunga o'xshagan har xil turdagi texnikalarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim mana shu texnikalarda optim baza narxida upakovka holati deganlar uchun upakovka, xohlaganlar uchun yig'ilgan holatida motobloklarimizni har xil turdagi assortimentidan va chorba boqadigan akalarimiz uchun drabilkalarimiz, betonomeshalkalarimiz, spes jatkalarimizni yangi partiyalardan bizi do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Va undan ham tashqari bizi do'konlarimizda bu turdagi texnikalarimizdan tashqari instrumentlarimiz ham mavjud. Bizi do'konlarimizga kelganingizdan keyin mana shu texnikalarimizni eng arzon narxlarda xarid qilib olishlaringiz mumkin va e'tibor berishlaringiz mumkin. Hozir do'konimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Do'konimiz ichida ham boshqa turdagi instrumentlarimizdan mavjud. E'tibor bering, bu tomonda mana benzopilalarimiz, suv nasoslarimiz, har xil turdagi dvijoklarimiz, quduqqa tashlaydigan suv nasoslarimiz, dvijoklarda har xil turdagi assortimentda svarishli apparatlar, karcher apparatlar, selka, har xil turdagi texnikalarimizdan mavjud akalar. Hozir sizlarga bularda qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanday turdagi texnikalar sizga qiziq bo'lyapti va to'liqroq ma'lumotini olmoqchi bo'lgan akalarimiz motoblok kerak bo'lsa, motoblok so'zini yozib qoldirishni ham unutmanglar akalar. Sizlarga to'liqroq video obzor qilib o'tishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan mini kultivatsiya apparatlarimizdan ma'lumotlarni berishdan boshlaymiz. Keyin barcha turdagi eng katta bo'lgan 17-6 kuchli motobloklarimigacha ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu mini kultivatorlarimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu mini kultivatorlarimizni hozirgi kunda 3 kuchli, 5 kuchli, karterli, 5 karterli, motor reduktori katta variantlari, kichik variantlari, rollari uzun, kalta, har xil turdagi assortimentlardan bor akalar. Bu mini kultivatsiya apparatlarimizni hozirgi kunda bizning do'konlarimizda narx-navolari eng arzon narxlarda 1.8 million so'mdan boshlab akalar 3.5 million so'mgacha variantlari bor. Buni ishlatish davomida qishloq xo'jaligi ishlaringizda, agatlarni olishda, kultivatsiya qilishda va yerlarni ag'darish uchun 26 kilogramli eng kichik bo'lgan mini kultivatsiya apparatlarimiz hisoblanadi. Kimga mana shu turdagi mini kultivatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda bu turdagi mini kultivatorlar kichiklik qiladi degan akalarimiz uchun bu tomonda mana 7 kuchli motobloklarimiz. 7 kuchli motobloklarimiz ham har xil turdagi assortimentlaridan bor. Salarkali, benzinli, original TX motobloklarimiz va undan tashqari balonlari patsivnili, gidravlikali, rollari uzunroq, kaltaroq, 750 tali, 800 tali, 600 tali reduktorlar bilan jihozlangan katta motorli variantlaridan 7 kuchli modeldagi motobloklarimizdan ham yangi assortimentlari yetib kelgan va motobloklarimiz uchun teleshkalarimiz ham mavjud akalar. Hozirgi kunda bu 7 kuchli motobloklarimizni bizning do'konlarimizdan kelib xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun narx-navolari hozirgi paytda yoqilg'i turi benzinli, salarkali modellardan mavjud. Narxlari 3 million so'mdan boshlab akalar 4 million 500 ming so'mgacha variantlari bor akalar. Kelib, bemalol kelib tanlab sizga yoqqanini narxini eng arzon narxlarda hozir aytib o'tilgan narxlardan ham arzoniga qilib beramiz. Faqatgina bizni qo'llab-quvvatlab mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Xo'p, undan tashqari hozirgi kunda 7 kuchli motoblok emas, kattaroq bo'lsin, o'rtacharoq, sredniy variantlardan bo'lsin degan akalarimiz uchun 9, 13, 15, 17 kuchli motobloklarimizdan ham yangi assortimentlari yetib kelgan. E'tibor berishlaringiz mumkin. Statorli, akkumulyatorli, orqasida qishloq xo'jaligi vomlari kattaroq variantlaridan yetib kelgan akalar. Undan tashqari Besfara oddiy variantlardan 9 kuchli motobloklarimiz, Salarishli modellaridan, xo'p, Salarkali 17 kuchli model, 17 kuchli satelitli 17 kuchli TX motobloklarimiz ham kirib kelgan akalar. Xo'p, bu motobloklarimizni hozirgi paytda bundan ham assortimenti juda ham ko'p akalar. Hozirgi paytda 9 kuchdan boshlab 17 kuchgacha bo'lgan motobloklarimizni bizning do'konlarimizda
narxlari akalar suv tekin narxlarda tarqatib yuborilmoqda. Narxlari mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib keladigan akalarimiz uchun 5 million 300 ming so'mdan boshlab 10 million so'mgacha variantlari bor. Kelib o'zingizga yoqqanini tanlaysiz, narxini yana ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Xo'p, undan tashqari motobloklarda har xil turdagi assortimenti bor, kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Hozir kunda chorvadorligi bor akalarimiz uchun ham drabilkalarimizda yangi assortimentlardan olib kelib qo'yganmiz. Universalniy drabilkalarimiz, lentali drabilkalarimiz, oddiy jodu apparatlarimiz, yoqilib o'tirib benzinli modellaridan, un tegirmonlarimizdan yetib kelgan akalar. Bu drabilkalarimiz ham hozir assortimenti juda ham ko'paygan akalar. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 220 ga ishlaydigan bu drabilkalarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan kelib xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun eng arzon 2 million so'mdan boshlab 5 million 500 ming so'mgacha mana shu turdagi drabilkalardan tanlab olishlaringiz mumkin. Hozir kunda xo'jalikbob, ro'zg'orbob bo'lgan mini tegirmonlarimizdan ham yangi assortimentlar yetib kelgan. Bu mini tegirmonlarimiz soatiga 250 kg dan 400 kg gacha bemalol don mahsulotlar chiqarish uchun mo'ljallangan. Bularimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan 280 dollardan boshlab akalar 400 dollargacha variantlari bor. Kelib bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Bu tomonda esa e'tibor beringlar, bitona mishalkalarimiz atrofda mana shu bitona mishalkalarda eng katta 230 litrli variantlarini ham 4,5 millionga sotilayotgan bir paytda bizning do'konlarimizdan kelib 3 million 500 ming so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda har xil turdagi variantlari bor. 180 talik, 200 talik, 230 talik har xil turdagi assortimenti bor. Bularning ham motorlari misal motkalik bo'ladi. Narxlarni kelishamiz. Hozir aytib o'tilgan narxlarda albatta kami bor. Usta akalarimiz uchun juda ham qulay tanlov bo'ladi akalar. Bu bitona mishalkalarimizni o'zi eng arzonlari bizning do'konlarimizda hozirgi paytda 1 million 800 ming so'mdan boshlab akalar, xo'p 3,5 million so'mgacha variantlari bor, kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari o'rim uchun jatka qidirib yurgan akalarimiz uchun bu tomonda mana space jatkalarimiz, bu space jatkalarimiz ham e'tibor beringlar, 9 kuchli benzinli salarkali modellardan bor, satelitli varianti bo'ladi. Balonlari shiroki, yonida vertikalli pichoqlari bor. 120 lik 1,5 metrli variantlari bor akalar. Bu space jatkalarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan 1200 dollardan boshlab 1500 dollargacha variantlari bor. Bulardan ham kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Undan tashqari hozirgi kunda bizning do'konimizda juda ham katta aksiyalar ham ketmoqda akalar. Kelib motoblok xarid qilib olgan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda bonuslar ham tekinga tarqatib yuborilmoqda. Undan tashqari e'tibor bering, motobloklar uchun kerak bo'ladigan agregatlar va boshqa turdagi gusonishli motobloklarimiz, shunga o'xshagan boshqa turdagi texnikalarimizdan mavjud akalar. Xo'p, mini tegirmonlarimiz ham yangicha partiyalari bor akalar. Xo'p, motobloklar uchun kerak bo'ladigan selka apparatlar, chizillar, temir balonlar hammasidan bizning do'konlarimizda mavjud. Undan tashqari aytib o'tganimdek, videolarga like bosib, kommentariyada omad deb keladigan akalarimizga bonuslarigacha qo'yib o'tganmiz. Bizning do'konimizda mana shu turdagi bonuslar 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboriladi. Faqatgina bizni qo'llab-quvvatlab keladigan akalarimiz uchun. Kelib mana shu omadli barabanni aylantirasiz. Motoblok olganingiz uchun mana shu omadli barabanda nima sovg'a tushadigan bo'lsa, sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboriladi. Shu joyda ko'rib turgan boshqa turdagi instrumentlaringiz, bolgarka, shurpayor, drill, shunga o'xshagan instrumentlardan birini tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor akalar. Xo'p, bizning do'konlarimizda e'tibor berishlaringiz uchun original bo'lgan perforatorlar, bolgarkalar, suv nasoslar, mana shu turdagi vozdux filtrlarimiz, undan tashqari emulsiya sepadiganlarimiz, shurpayor naborlarimiz hammasidan original variantlardan ham mavjud. Bularimizni ham hozirgi paytda har xil turdagi assortimenti bor. Bu tomonda esa selka apparatlarimiz, xo'p, e'tibor berishlaringiz mumkin, boshqa turdagi texnikalarimiz, ko'chat kovlaydigan buravoylarimiz yetib kelgan akalar. Bu tomonda mana svarka apparatlarimiz, dvijoklarimiz bor, suv nasoslarimizdan ham hammasidan mavjud. Quduqlarga tashlash uchun va uylarga, xo'jalikka qo'yish uchun ham mana shu turdagi nasoslarimizdan bor. Xo'p, narxlarni ham bir qator tanishtirib o'tib ketaveramiz. Bu suv nasoslarimizni 250 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha variantlari bor. Dvijok apparatlarimizni 250 dollardan boshlab
700 dollargacha variantlari bor akalar. Svarka apparatlarimizni bizning do'konlarimizdan 400 ming so'mdan boshlab 1 million 300 ming so'mgacha variantlari bor akalar. Bu ravoylarimizni hozirgi paytda aksiya narxlarda 1 million 800 ming so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. Undan tashqari plisoslarimizni ham aytib o'tamiz. Plisoslarimiz ham 150 dollardan berib oriladi akalar. Katta variantdan bo'ladi. Undan tashqari bu tomonda suv asosli 76 lik benzinli modellaridan bu tomonda karter apparatlarimiz hammasidan mavjud. Seli motor so'ragan akalar uchun seli motorlarimiz ham bor. 192, 188, 177, 170 hammasidan bor akalar. Suv asoslarimiz, moto pompalarimiz 1 million 100 mingdan boshlab 1 million 700 minggacha bor. Karter apparatlarimizni bizning do'konlarimizda 2 million 200 dan boshlab 3,5 million so'mgacha variantlari bor. 25 litrli, 30 litrli dori apparatlarimiz eng arzonlari, xo'p, 350 mingdan boshlab 1,5 milliongacha variantlari bor akalar. Kimga mana shu turda texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu tomonda mana benza pillalarimiz ham mavjud. Bu benza pillalarimizning eng arzonlari 300 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha variantlari bor akalar. Kimga mana shu turda texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar. Mana shu turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini Optim baza sklad narxida xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun ekranga nomerlar qoldirib qo'yapmiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Kimga qanday turdagi texnikalarda to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu nomerlarimizda Telegram orqali ham murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.